Agar Vengriyaga o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, bu 5 ta narsani oldindan bilib oling. Birinchisi venger tili. Universitetda siz ingliz tilida o'qiyotgan bo'lsangiz, boshlanishida venger tilini bilishingiz shart emas. Lekin albatta jamoat joylarida va yoshi katta insonlar bilan gaplashish uchun venger tilini bilishingiz kerak. Ikkinchisi, student chegirmalaridan maksimal tarzda foydalaning. Siz Vengriyada o'qiyotganingizga qaramay, butun Yevropa ittifoqida transport vositalari, muzeylar, hayvonot bog'lari, onlayn xizmatlar uchun student chegirmalaridan foydalanishingiz mumkin. Siz buning ortidan juda ko'p mablag'ni tejab qolishingiz mumkin. Uchinchisi, siz universitet tanlashda albatta universitetni reytingi va universitet joylashgan shahar qulayliklari bilan albatta oldindan tanishib chiqing. Chunki Vengriyadagi ba'zi shaharlar Yevropa mamlakatlari shaharlari orasida ancha kambag'al hisoblanadi. To'rtinchisi, Vengriya davlatida musulmonlar juda ham kam bo'lgani uchun ba'zi shaharlarda halol mahsulotlarni topish juda ham qiyin. Beshinchisi, hayot faqat o'qish emas. Vengriyada faqat universitet bilan cheklanib qolmang. Bu davlat Yevropa ittifoqi davlatlaridan biri hisoblangani uchun siz bemalol Yevropani aylanishingiz mumkin. Men ham Vengriyaga kelishdan oldin bu narsalarni bilmas edim. Shuning uchun men bu yerdagi talabalik hayotimni real tarzda sizlarga ko'rsatib boraman.